Assalomu alaykum chorva obunachilari. Bugun haftaning yakshanba kuni 21-dekabr. Mana Bo'stonliq tumani Platina mol bozorida efir olib beramiz. Bugun sizlarni narxlar bilan tanishtirib chiqaman mana. Qaysi birini savdo qilasiz aka? Ya aka, to'g'risida aka, men aytdim, eldan kam so'raman. O'zimizga o'xshagan odam ekan. Bo'lmasa keyin xafagarchilik. Qancha? 5 pul dedingiz aka? 9 million 700 bo'lsa mana oling deyapti. Mo'jal yarimni kelganda 300 ming o'tib berib 9 ga olsangiz arziydi. Aka, bozor qilganni ismingiz kim aka? Xurshdagi bitta gapda aka. Pulni yaxshilikka ishlating, to'ylarga ishlating aka. Barakasini bo'ldi, boshqa gap yo'q. Tiniq sho'tta pulingiz aka. Nasiya emas, boshqa emas. Ol qarang aka. Просто ketyapti, yo. ketayotgan joyini so'radi. Ketyapganding aka. Tashab qo'yaman. Yarim metr bo'ladi hozir. Akam yarimda men boshlagan. Mayli aka. Lekin yarim desangiz ham aka, dangal gap. Ya mayli aka, sizga bermasangiz ham az birovga berasiz. Mayli, berganiga emas, sotasiz. Oling. Roziman. Nech pul qildinglar o'zi aka? 93 pul. 93 qilishibdi mana. Mana shu bizoni 9,5 bo'lsa oldi deyapti. Mana bunajini dahshat kelyapti mana. Jonivor. Aka, bular narxi nech puldan aka? 14 millionga 12 million ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? Telefon qilishadi. Telefon tushmas ekan mana. Platina mol bozorida efir. Mana bu. Mana avrikol buqalar. Hal narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Aka, bular nech puldan so'rayapsiz? Nech puldan so'rayapsiz? Videoga olmang aka. Nega? Olmang deyman. Siz olmayapman, buqalarni olmayman. Buqani ham olmang. Mana shunaqa insonlar ham bor. Mana sigirlar. Mana shu mollarni Abduhakim savdo qilayotganiga nech pul qolsa Abduhakim? 115 tasi. 115 ming. Bunisi bo'g'oz ekan, bularichi? Qisqa tavakkaliga. Shunda nechta bor savdo? 5 tasi 115 million. Bo'lmadi. 5 tasi 115 milliondan qilayotganiga ana vashi. Bunisi 23 ta. Mana shu buqamizdan savdo bo'layotganiga. $4 million 800 savdo bo'layotganiga mana. Mana Karimboy aka kattasini etelab keldilar. Karimboy aka nech pul bu? Nech pulga bo'ldi baraka? 61,5 To'rozga bo'pti mana. Nech pul? 61,5 36,5 million deydi. 61,5 million.
950 kilo aka. 950 kilo kelibdi mana bes. Mana. Karimboy akamga aloqaga chiqib ko'rasizlar, shunaqa katta mollar bo'lsa. Bu mol Instagramga chiqmaydi. Tortami? Ana ovozini ko'rmay turaverasiz bo'ldi. Boş. 25 million kam bor ekan. Aka ot nech pul bo'ldi? 26 million 200 bo'pti mana mana shu. Ayağımına boka Boş. Nech pul bo'ldi aka? 35 million deyishayotgan ekan, sotilar ekan. Karimboy aka shunaqa kattalari chiqsa aloqaga chiqaverasizmi, olasizmi? Necha nomeringiz aytib o'tib keting? 99 lik 300 21 11. Shunaqasi bor hozir yana kirib kelyapti. Yana shunaqasi bor ekan mana kirib ketdi. Oyog'ida 50 million bo'lgan. Oyog'ida 50 millionga olibdilar, hozir kirib kelar ekan. Tortib olib 60 million. Buni tortib olishibdi, 61,5 million pul bo'pti. Mana. Karimboy akamga aloqaga chiqaverasizlar, tondan ustini ham ovuradilar aka. Aylar. Mana mana shu boqqa savdo bo'layotgan ekan. $31 million savdo qilishyapti mana 31 million. Odam aytganga qarab, gap eshit. Baraka degan joy qoldi. 31 bo'ldi, baraka degan bo'ldi. Boshqa narsa baraka hozir keldi. Mana baraka. Yo'q bo'lardi. Endi bu yerga bir pas turgan yosh yemir qolmayotgan vaqt. To'g'risi, baraka degan joy qoldi. O'sha 31 bo'ldi. Hajida haqqida qilmaydi endi. Qotib mana chiqib kelamiz. Endi bu yerga qo'y, endi xayrisi bilan beraveramiz bu yerga. Xayri bilan endi. 31 bo'ldi, baraka deganni bilib. Xursandchilikmi? Uka, tega eshit. Bugun joyga shuncha qo'shtirib. Ozgina yo'q. Pul ham kichkina bo'layotgan yo'q. Pul ham kichkina emas. To'g'risi, pul ham kichkina bo'layotgan yo'q. Xursandchilik bilan 31 bo'ldi, oling degan bo'ldi boshiga surmaydi. Xursandchilik bilan. Hali kelishib turibdi, qolmanda 31 million so'm pul berdim. To'g'ri bilan ish qilgan. Juda unchalik bo'lmaydi. 1 millionga mana baraka bo'lmayapti. Unajilla. Aka bu unajilla nech pul aka? 13 million. Mana shoxlari. Nomer aytasizmi aka, telefon qilishadi. Mabodoga. 94 lik 624 44 14. Mana hurmatli obunachilar. Mana bunachi. 13 milliondan so'rashayotgan ekan.
Nech pul ekan aka bular? 24 so'rayapti. 24 million. Bu qancha bular? Nomeringizni aytib ketasizmi aka? 99lik. 99lik. 357 357 4 8. 4 ta 8 mana aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu qanchalar? Bular nech pul bo'ldi bular? 7 milliondan bo'pti mana. O'zida 7 million. 7 tasi bir joyda 7 million. O'zini olib qo'y. To'ytepa qora suvda. Uch qo'zna. Mana. Aytib qo'ysan ham qattaligi. To'ytepadanmiz? Mana biz ochalar. Urg'och aka hammasi. Hammasi urg'oching. Mehriddin bilan siz oldingizmi? 7 milliondan bir joyda bo'ldi. 7 milliondan bir joyda bo'pti mana. Mana bu qancha ham savdo bo'layotgan ekan. Ana 18 dedim 17 qo'yadi. Bu 16 ga o'tgan. Ha. Nech pul qildingiz aka? 15,5 million qildilar, egalari 16 million bo'lsa olyapti mana. Oraligida 500 ming bor ekan. Shun bilan efirimizni yakunlaymiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar obunachilar. Podpiska bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Qiziq videolarni xudo xolisa kanalimizga joylab turamiz. Xayr, salomat bo'linglar.